To'nkasini olamiz, qochamiz dedi, urib qoldi. Men bor uzr so'rayman. Uzr so'rayman, Qochamiz kechiringlar. dedi. Men bor uzr so'rayman. Toshkent shahrida keksa yoshli ayolni urib, sumkasi bilan birga 12 million so'm pulini o'g'irlagan 3 nafar erkak qo'lga olindi. Bu haqda poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Toshkent shahar Bektemir tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi navbatchilik qismiga fuqarolardan biri bosqinchilik qurboniga aylangani bo'yicha murojaat tushgan. Ma'lum bo'lishicha, 3 nafar erkak o'zaro til biriktirib, jabrlanuvchi ayolni urgan va tan jarohati yetkazib, uning 12 million so'm puli hamda boshqa mol-mulklarni egallab, voqea joyidan yashiringan. Ushbu bosqinchilikni sodir etganlikda gumonlanib, 3 nafar shaxs qo'lga olingan va daliliy ashyolar protsessual tartibda rasmiylashtirilib, tergov bo'limiga topshirilgan. Bu holat yuzasidan tezkor surishtiruv ishlari davom ettirilib, holat sodir etgan 3 nafar gumondor shaxslar ushlangan. Ushbu 3 nafar shaxsdan daliliy ashyolar protsessual tartibda rasmiylashtirib olinib, tergov bo'limiga topshirildi.